Nafas bilimlarini oshirish uchun birinchidan siz qorningizni sezishni o'rganishingiz kerak. Siz kuylaganingizda nafasingiz qorningizda ushlanib tursin. Ya'ni qorningizdagi nafas ichkariga umuman tortilmaydi. Nafas olganingizdan so'ng aynan shu holatga keltirish kerak va ushlanish kerak. Agar siz kuylayotganingizda ovozingiz chiqmay qolsa, demak nafasni juda ham ko'p ishlatayotgan bo'lasiz. Hozir namunasini sizlarga ko'rsatib beraman. Держи. Не выдыхай. Плечи. Shu videoda o'quvchimda nafasi ko'p chiqyapti va shu uslub subton deyiladi. Aynan shu uchun ovozi jarangdor va eshitilmay qolyapti. Agar ovozingizni jarangdor va go'shtliroq chiqaraman desangiz, unda nafasni aynan shu uslubda olishingiz kerak va ushlab turishingiz, bilishingiz kerak.